Niso. Muallif Hafsa. Ovoz beruvchi Anna. 12-qism. Bolani qachon olib ketasiz? Rauf kartasi to'ldirilgandan qulog'iga yetgudek tabassum qilar ekan, hozir shu bola orqasidan oz-muncha pul topmagandi. Ertaga olib ketaman. Ammo sen davoni suddan qaytarib olmaysan. Niso har daqiqa bola senga qaytishini his qilishi kerak. Xo'p aziz aka, siz nima desangiz shu? Rauf telefonni o'chirishi bilan nazokat berkinib eshitayotgan joyidan asta chiqdi. Nima bo'ldi? Olib ketarkanmi bolani? Yo bugun ham qoladimi? Nazokat toza joniga tekkan Zaki yotgan xonaga qarar ekan, bechora qizaloqni uravergandan o'zining ham qo'li og'rib, tayoq bilan savalashga o'tgandi. Ertaga olib ketar ekan. Nazokat ko'zidan sevinch portladi. Voy, qurib ketsin-e! Ahmoqmisan? Sen yaxshilab o'yla. Aktyorlik qilib shuncha pul oldim. Xo'sh, buni chinakamiga o'zimniki qilsam qancha olarkinman? Rauf sovuq jilmayar ekan, endi kelajakdagi ishlari tayin edi. Bolani aslo Nisoga qaytarmaydi. Hech qachon. Ota-onangdan bunday iltifotni kutmagandim. Aziz mashinada ketar ekan, Nisoga qaradi. Ularga mening baxtim muhim. Bir marotaba tillari kuydi. Endi ko'nglimga qarashadi. Aziz kuldi. Shuning uchun ham Niso ularning ko'ngillariga qarshi borma. Biz baxtli bo'lamiz. Men sizni sevmayman. Ikkimiz ham bu nikoh nima bilan boshlanganini unutmaylik. Niso oyna tarafga qayrilib oldi. Bilaman, ammo sen ham unutma. Meni sevgim ikkimizga ham yetadi. Yaxshilab eslab qol buni. Niso ko'zlarini yumdi va nihoyat bolasini bag'riga oladi. Tilida shukrona keltirar ekan, ko'zda ilinib uxlab qoldi. Niso. Tanamni siypalayotgan qo'llarni his qildim. Tobora og'irlashayotgan tanam bosimlarga chidolmay uyg'onib ketdim. Ustimda Aziz. O'zi aytgandek, erlik vazifasini qilishga shoshilardi. Uyg'onishim bilan ko'zlarim keskin ochilib ketdi. Ustimda Aziz, ust kiyimi yo'q, bitta lyamkada yotardi. Aziz uyg'onganimni bildi-yu, tanamdan ko'zini uzolmay oldimni to'sdim. Nima qilyapsan? Siz nima qilyapsiz? Esingiz joyidami? O'zimdan itarib ustimdan tushirdim. Esim joyida, o'z xotinimga erlik qilyapman. Aziz tusgan pastelimni katta kaftlari bilan o'ziga tortdi. Bas qiling, qo'llariga yopishdim. Kuchim yetmasligini aniq, ammo chiqmagan jondan umid dedim. Nima, men ahmoqman Niso? Seningcha suv ichishga borib suvsiz qaytib kelamanmi? Bu kunlarni qanchalik kutganimni bilasanmi? Shu kunlarga yetish uchun dadam meni oq qildi. Endi shunchaki bas qil deyapsanmi? Aziz ko'rpani jahl bilan yulqib oldi. Tilida esa menikisan jumlasi yangrardi. Aziz deyapman. Jon jahdim bilan baqirdim. Bas qiling. Qattiq qichqirganimga tomog'im qirilib ketdi. Birdaniga havoda siltalagancha yotoqni mushtlab orqaga ketgan yigitni ko'rib tinchidim. Nima qilay? Yana nima qilay? Nikoh deding, shariy deding, balo deding, hammasi bor-ku. Ayt, yana nima qilay? Aziz qizdan javob kutishni o'ziga ep ko'rmadi-yu, qayerda to'xtagan bo'lsa, o'sha yerdan ishini davom ettirdi. Bu safar tezroq. Qizning ko'ngliga xohishlariga qaramasdan, faqat o'z nafsini tikkan holatda. Uy nisbatan tor. Studentlar yoki bo'ydoqlar uchun bu uy chinakam ajoyib variant. Ammo ikki kishi uchun sezilarli torlik qilar. Ayniqsa kimdandir jirkanayotgan vaqtingizda bu yer haqiqiy do'zaxdek gap edi. Aziz o'zini hech narsa bo'lmagandek tutar, men esa yotoqdan turishni xohlamay ko'zlarimni yumib yotaverdim. Bugun qizing kelarkan. Azizni sochini quritayotib behafsala aytgan gapidan o'rnimdan qanday turib ketganimni bilolmay qoldim. Qanday? Oldingizmi bolani? Sendayotgan tilim xursandchilikdan sizlab ketdi. Albatta, qizim-ku meni.
Men hozir kiyinaman unda. O'rnimdan turib qanday kiyinishga tushganimni bilmay qoldim. Aziz oynaga qarab sochini tarar ekan, bu uyni qora kunlarigami yo ancha avvaldan bilib sotib olgan, hattoki men uchun ham narsalar bor edi. To'xta. Aziz oyog'imga kiyayotgan tufligimni kiyishdan to'xtatdi. Aylanchi? Indamay aylandim. Hozir o'zimda yo'q xursand dedim. Oldingni sal orqaga tashla. Aziz biroz qizg'onib dedi. Ko'ylak yana ham ortga tashlanar ekan, ming bir qizg'onish bilan Aziz bazo'r Nisoni tashqariga chiqardi. Niso farzandini bag'riga bosar ekan, ichidan tinmay qaltirab ketar, shu qisqa muddat ko'ziga yillar, asrlardek ko'p vaqtdek tuyuldi. Bolani hujjatda vasiysi bo'lib qolasan. Erta-indin senga xabar yozaman. O'shanda olib ketasan yana. Aziz kafe oynasidan bolasini quchog'iga olgancha bag'ridan chiqarmayotgan Nisoga qarar ekan, Raufga ketaver deya ishora qildi. Meni ismim Aziz. Men seni Zaki ko'k ko'zlarini Azizga tikkancha katta-katta ochar ekan, Niso ortiq Aziz davom etishini xohlamadi. U seni amaking jonim. Niso ofitsiant olib kelgan muzqaymoqni Zaki tarafga uzatar ekan, Azizning hafsalasi pir bo'ldi. Men seni amaking emasman Zaki, men seni dadang bo'laman. 4 yasharlik Zaki u darajada onasining eri yoki ikkinchi ota nima ekanligini tushunmasdi. Indamaygina muzqaymoq yeyishni boshlagan qizaloq bu stoldagi yagona iliq muhit edi. Niso ko'zlarini Azizdan olib qochar ekan, Aziz go'yoki ko'nik degandek Zakini stolni o'zi tarafga surib, uni gapirtira boshladi. Yo'q, biz o'tiraveramizmi shunaqa? Turing, bu bola ado qilyapti-ku bizni dadasi. Qaytaring o'g'limni. Muyassar opa yig'lab yubordi. 2 dunyoda Imronning qizini olgan o'g'lingni betiga qaramayman. Qurisin, yo'q bo'lib ketsin. O'sha o'g'lingga ham ayt, bu uydan o'shandan qutulib kirsa kirsin, bo'lmasa kelmasin. Murod aka xotiniga ters gapirgancha zaldan chiqar ekan, Muattar aya hammasiga Nisoni la'natlay boshladi. Muattar opa tun yarmida og'ganda erining rayiga qarshi borib, o'g'lining eshigini qattiq taqalatar ekan, eshikni yolg'iz maykada Aziz ochdi. Ha, bu Sevilonch senni shunday avrayotgan ekanda, qoch o'limdan. Muattar opa uyga bostirib kirdi. Bundan bir necha soat oldin. Uxladimi? Ha, joyiga yotqizib qo'yaman. Niso qizini ko'tarish uchun endi harakatlanganini biladi, Aziz qizning bilagidan to'sib oldi. O'zim, seni ishing bor. Aziz kuldi. Meni ishim yo'q. Niso gap nimada ketayotganini tushungancha bola tomon harakatlanar ekan, Aziz kuldi. Ushla, kiyib chiq, sen uchun buyurtma qildim. Yo'q. Ha, bo'l. Buyruq bermang menga. Bermadim, shunchaki kiyib chiq, oxirgi pulimga oldim sen uchun. Aziz shoyi matodan tikilgan tungi ko'ylakni qiz tomon uzatar ekan, Niso uyatdan 2 yanog'i qizardi. Men uchun emas, o'zingiz uchun olgansiz buni. Qizning tilidan qanday chiqdi bilmaydi, ammo boshini ko'targancha Aziz qizga boshqacha irshayib turardi. Nima uchun olganimni bilsang yugur, kiyib chiq, men bolani olaman ungacha. Niso ko'ylakni ko'targancha yuvinish xonasiga qo'ylar ekan, Aziz bolani boshqa xonaga olib chiqdi. Tavba, buni sog' joyi ham yo'q-ku. Niso Azizning ablahona tabassumiga sabab bo'lgan ko'ylakni kiyib yurar ekan, ichidan achchiqlanib, eshik ortida qo'shiq xirgoya qilgancha o'zini zo'rg'a bosayotgan Azizning oldiga chiqdi. Niso zo'rg'a kiyib chiqarkan, Azizning past ovozdagi xirgoyasi butkul o'chib qoldi. Yarashmayaptimi? Men yechib chiqaman. Niso darrov ortga qaytar ekan, Aziz qizni qo'lidan tutib qoldi. Yo'q, men o'ylaganimdan ham chiroyli. Shunchaki bu go'zallik oldida qotib qoldim. Aziz qizni boshdan oyoq kuzatar ekan, Niso yutinib qo'ydi. Bu meni aybim. Aziz shunday deya Nisoni peshonasidan o'par ekan, Niso titrab ketdi. Bu go'zallik meniki.
Aziz qizni ohista devorga tirar ekan, ularning ilk yoqimli visol onlari edi. Jononga bordim bir kecha. Aziz sochiqqa o'ralgan Nisoni kelin uslubida ko'targancha yotoqqa qo'yar ekan, Niso qo'shiqqa Azizni qattiq turtib qo'ydi. "Ha nima, qo'shiq shunday bo'lsa menda emas-ku, ayb. Siz bir kecha bormaysiz-ku?" Niso ilk bor tanishgandagi zaksiz mehmonxonani Azizga eslatar ekan, Aziz gap topolmay dovdirab qoldi. "O'sha juvonlar bilan nima qilgansiz, Xudo biladi. O'ylasam jirkanib ketyapman." Niso yuzini burishtirar ekan, Aziz qizning ikki yuziga o'z kaftlarini uradi. Ular bir kechalik, xuddi televizorda beriladigan bir necha daqiqalik reklamalar. Sen esa hayotimning asosiy soundtracksan, Niso. Sen go'zallar go'zalisan, meni jonimsan, borlig'imsan, bugunim, ertam va kelajagimsan. Sen barisan. Azizning bu so'zlarida samimiyat qalqilar. U Nisosiz kelajagini tasavvur qila olmaydigan bo'lib qolgandi. "Xo", Niso yigitni turtdi. "Siz esa ablahsiz, xotinboz." Aziz tushunmadim degandek bir qosh yengil ko'tarilar ekan, Niso o'zbek kanallarida qo'yiladigan har 10 minutdan 8 minutlik reklamani eslar ekan, kino boshida qo'yiladigan 2 daqiqalik soundtrack bu reklamalarning orasida yo'q bo'lib ketishini o'ylab joni chiqib ketdi. Axir bu meni aybim emas-ku. Aziz endi nima deganini tushungancha o'zini ortga olar ekan, Niso unga qarata ketma-ket yostiqlar ota boshladi. "Yaramas xotinboz. Men xotinboz emasman." Aziz jiddiy tonda gapirdi. "Ayollar azizboz." "Yo'q-e? Shunaqa. Ko'chada shundoq ketayotsam ham qizlar meni to'xtatib raqamimni so'raydi. Bilib ol, Niso, ering qizlarning ajali." Aziz ershaygancha kulib gapirar ekan, Nisoning ichida vulqon otila boshladi. "Siz qizlarni ajalimisiz?" "Shunday. Unda sizning ajalingiz bo'laman. Bo'g'ib qo'ymasimdan yo'qoling xonadan." Niso qo'lida ilingan narsani Aziz tomon ota boshlar ekan, Aziz unga qarata javob qaytara boshladi. "Hay, bo'ldi. Sen butun boshli film kabisan. Seni o'rning bo'lak men uchun. Xohlasang anavi kino kabi baqirib beraman, umrim deb." Aziz kechagina Niso Telegram istoriyasida qo'ygan videoni eslab uni mazaq qilar ekan, Niso ortiq uni ushlab tura olmay tashqariga haydab yubordi. Aziz suv ichish uchun pastga tushar ekan, ko'cha eshigining taqillashidan eshik tomon yo'naldi. Tavba, bu paytda kim keladi? Soatga qaragancha eshik tomon yurgan Aziz eshikni qaramasdan ochar ekan, tashqarida Nisoni sochini yulishga tayyor turgan onasini ko'rib xursand bo'ldi deya olmayman. "Oyi, siz?" "Ha, men." Muattar opa maykadagi o'g'liga qarar ekan, istehzoli kulib qo'ydi. "Shunday qilib ko'nglingni olarkanda u jodugar. O'qitib ham olgandir, juvonmark. Qani o'zi?" "Oyi." Aziz qattiq o'qraydi. "Nimalar deyapsiz? Sekinroq, eshitadi." Aziz eshikni yopgancha tashqariga chiqar ekan, Muattar opa bu gal butun boshli domni oyoqqa turg'izgancha baqira boshladi. Aziz tepa qavatdagi qo'shnilar tayyor tomosha chiqayotganini ko'rib, jonidan o'tib ketgancha onasining qo'lidan ushlab uyga olib kirib ketdi. "Ana, o'zlari ham chiqayaptilar-ku. Ilon, tinch oilamni buzgan suv ilon, jahannamda yonasan sen shayton." "Oyi, bas qiling." Aziz onasiga o'qraygancha gapirar ekan, Muattar opa bir chetda tungi kiyim holatida turgan Niso tomonga qattiq yurib kela boshladi. Aziz bazo'r onasini to'xtatar ekan, Muattar opa shunda ham tinchimadi. Sumkasini Niso tomon otdi-yu, go'yoki ichidan tog' ag'darildi. "O'qitib olgan bu seni. Hali ko'rasan bolam, tavba qilib oldimizga kelasan, lekin kech bo'ladi." "Qayt bolam, buni nima qilasan? Bolasi bor, yetmaganiga ajrashgan. Senga o'zim 10 gulidan bir guli ochilmagan qizni olib beraman. Buningni qurut jonim bolam, otang keyin kechirmaydi." "Otamni kechirimiga zor emasman, oyi. Endi esa ruxsat bersangiz qizimning oldiga chiqmoqchiman. Eshikni orqasidan yoping." "Haydayapman-da." "Haydamayapman. Shunchaki keyingi safar yolg'iz o'g'lingizga ajrash demang.
Men o'z oilamni topdim. Baxtliman ona. Oshirib yubordingiz. Niso barchasini eshitgancha Azizga qarar ekan, Aziz ko'rpaga kirgancha yotoqqa o'zini tashlab ko'zlarini yumdi. Yo'q, joyida, ishonaver. Men onamni tug'ilganimdan beri bilaman. Onam shundoq ayol. Ularga bunday gapirmasang, senga yana ham tepadan keladilar. Shuning uchun men tepadan keldim. Ammo baribir onangiz-ku, sizni tug'gan, hayot bergan ayol. Hayot berdi degani o'sha hayotga bo'g'ib o'ldirsin degani emas-ku Niso. Kap-katta erkakman, lekin haligacha bola ko'rishadi. Chunki ular ona. Sizni katta qilguncha ne orzular qilganlar. Hech qaysi ona o'g'liga ajrashgan, uni ustiga farzandi bor ayolni olib bermaydi. Menikilar ham olib berishmadi. O'zim oldim. Seni yot uxlagin bo'ldi. Odam bo'lmaysiz baribir. Niso tushuntira olmagancha xo'rsinar ekan, yotoqning o'ng tarafiga kelib yotib oldi.